Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. İmam Buxoriy rahmahullahning Al-Adabul Mufrad namliq adab axloq haqidagi bu kitobimiz darslik qilayotgan. Bugun yana shu darslarning davomini o'qiymiz. 157 hadis Abi Vail'din u Abdullah'din rivoyat qildiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Ajibud da'iya va la taruddul hadiyata va la tadribul muslimin. Chaqirg'anlarga ovoz qo'shinglar, ya'ni beringlar, hadiyani qaytarmanglar va musulmonlarni urmanglar. 158 hadis Ali roziyallohu anhu rivoyat qilindiki, bu yerda meni o'xshash salovatulloh alayhi deb qo'yibdi. Oldingi darsda deb o'tib ketgandek, salovatulloh alayhi bu shi'alning deydigan so'zi. Shi'ali Ali roziyallohu anhu demay, Ali salovatulloh alayhi deydi. Chunki ular Ali roziyallohu anhuni yoki iloh deb qaraydi, yoki nazbillah yoki payg'ambar deb qaraydi. Bu İmam Buxoriyningki so'z emas bu. İmam Buxoriyningki mushadis kitobini naql qilib ko'chirguchilar, rivoyat qiluvchilar yoki salovatulloh alayhi deb shunday qo'shib rivoyat qilgan yoki ko'chirgan. Yani o shundoq degan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning eng oxirgi so'zi as-salat ittaqullaha fima malakat aymanukum. Yani namozga e'tibor beringlar. Namozga e'tibor beringlar. Takror keltirgan. Ve Allah'tan qo'rqinglar, ya'ni qul ostinglardagilar qarta Allah'tan qo'rqinglar. Ya'ni qullarga, cho'rlarga yaxshi muomala qilinglar. Ularni taqat yetmaydigan ishlarga taklif qilmanglar. Ularni urib, tushganlab undaq qilmanglar. Ularga yegan narsalardan yediringlar, kelganinglardan kaydiringlar. Ya'ni bu yerda undaq demagan bilan boshqa hadislarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qullarni xizmatkorlarni sizlarning qarindoshlaringlardir. Ularga yeganinglardan yegizinglar, kelganinglardan kiygizinglar, yaxshi muomala qilinglar. Agar qulluqdan ozod bo'laman deb sizlar bilan kelishim tuzsa, ya'ni ishlab pul tepib o'zim ozod qilaman desa, uningga ma'qul danglar deb nurg'un hadislarda kelgan. Amaliyotda boshqa hadislardagi qullarga yaxshi muomala qilish, ularni urmaslik, ig'ir ishlarga taklif qilmaslik va ularni ozod qilish, qul ozod qilishga targ'ib qilish qatorliq hamma mazmun mushu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qullar haqida, qulcho'rlar haqida Allohdan qo'rqinglar degan mushu lafzi nihoyat ixcham, mazmuni nihoyat chunqur, ma'nilik bo'lgan mushu so'zning ichiga kiribdi-da. 83-bob babu su'il malikati. Qullarga yomon muomala qilishning babi, nachar muomala qilishning babi. Abi Darda radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u kishilarga mundaq deydi: Nahnu a'rafu bikum minal bayatirati bid-dawab. Biz sizlarni bayatira degan mal doktori, chorva doktori. Mal doktori mallarni bilgandan bakroq bilamiz sizlarni. Qad arafna khiyarakum min shirarikum. Sizlarningki yaxshilaringlarni biz yomonlaringlardan ayirib bildik. Ya'ni kim yaxshi, kim yomon biz bu sifatlarni bildik. Amma khiyarukum allazi yurja khayruhu va yu'manu sharruhu. Sizlarning yaxshilaringlarga kelsak, uning yaxshiligi umid qilinadigan va yomonligidan xotirjam bo'linadigan. Amma shirarukum, amma sizlarning yomonlaringlarga kelsak, nacharlaringlarga kelsak, fallazi la yurja khayruhu va la yu'manu sharruhu va la yu'taqu muharraruhu. Yomonlaringlarga kelsak, uning yaxshilik umid qilinmaydigan. Ya'ni buningdan bir yaxshilik keladi, dunyo va oxiratlik uchun bir yaxshilik keladi deb umid qilinmaydigan va yomonligidan xotirjam bo'lolmaydigan. Buningdan qachon menga bir yomonlik kelib qolar deb boshqalar andish qilib yuradigan. Va uningki ozod qilayotgan quli ozod bo'lmaydigan. Ya'ni bu nima degan gap desa, bir kishi qulluqdan ozod bo'lib bo'lgandan keyinmi yoki ishlamchi bo'lsa, xizmatkor bo'lsa, ishidan bekor bo'lgandan keyin uning xo'jayin davomli sen mening qulimding deb uning chaplashib olib, davomli qulning o'rnida ish qilib, xizmatkorning o'rnida ish qilib, qiladigan mundaq kishilarni demoqchi ekan. Bu isnod sahih bo'lgan mavquf hadisga, ya'ni sahobaning so'zi, Abu Darda radhiyallohu anhuning so'zi ekan, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning so'zi emas ekan. Ammo buningdan bir narsani tushunib olaymiz. U bo'lsa-mu yaxshi kishi deganda ko'pincha xususiyati, ko'pincha sifati yaxshi. Uning ancha-muncha yomonligi bo'ladi.
lekin uning yomonligidan boshqalar xotirjam bo'la oladi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.